ichganlar tushdi deb o'ylagan. U оказывается tushmagan. Keyin 20 haftaligida menga keldilar. O'zi ko'rsak, qorni просто gaz bo'lyapti debdi. Homilador, o'zi 20 hafta bo'lgan, o'g'il tushmay qolgan o'sha dori bilan ishonib. Qoyil qoldim lekin mana. Xudoyim beraman desa, dorilarni ichgani bilan ham ta'sir qilmas ekanda. Shuning uchun so'rash kerak ekan faqat. Tinimsiz ularni aytishicha nima deydi? Qaynona qaynotasini pul yig'ib, o'zi o'sha ayolni o'zi pul yig'ib umraga jo'natibdi. Jo'natganida boy qaynonasi Ka'bada o'g'il so'rabdi keliniga. Yig'lab so'radim ishonsangiz deb aytdi keyin qaynonam deydilar. 6-inchisi o'g'il. Dori bilan ham tushmaganda o'sha o'g'li qoyilmisiz. Odatda o'g'illar nozikroq bo'ladi. Shuning uchun Xudoyim beraman desa, mahkamidan beradi baribir.